أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع. Ramazan ayı körelgeligi bir jutda isbotlanib qolsa, yer sharidagi butun musulmonlarningki ro'za tutishi vojib bo'ladi. Ash kurash boshqalarga nisbatan mulzim bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sumu li ru'yatihi. Sumu deganki xitob insonlar jamoasi, musulmonlar. Undan keyin ash insonlarning qaysi biri ko'rsa yoki e'tibor qilingan darajada ko'rganligi isbotlansa, ba'zilarning qarshida 2 kishi, ba'zilarning qarshida bir to'p ko'rganligi isbotlansa, butun musulmonlarningki ro'za tutishi vojib bo'ladi. Wala i'tibara bi ixtilafil matali'. Matla'ning ko'pligi shunami? Matla' desakmi o'xshash, matla' desakmi lamni kasri o'xshab, fathi o'xshab o'xshash. Bundan maqsad oy chiqadigan o'rin. Ba'zi matla' ash-shams desak kun chiqadigan o'rin. Har shaninki har jutning mavqasiga qarab oyning chiqadigan o'rni farqli bo'ladi. Ba'zi jutda masalan quyoshning biqinidan chiqishi mumkin, ba'zi jutda quyoshning jiroqroq chiqishi mumkin, lekin kun patish tarafda. Qamariy oylarningki kirishi shu hilal oyining ko'rinishiga bog'liq. Oy ko'rgandan keyin qamariy oy kirdi deymiz. Oyatda faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Muqim holatda chaqda shu oy kirsa degan ma'noda. Yana bir oyatda وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. El-ahilla yana tug'ilgan hilal oy. Bu kishilarning namoz, ro'za, shu munosabatlik haj masalan, jiq amal ibodatlari buningga masalan hamma narsa chetishliq. Hatto masalan iddat, nafiqa shunga o'xshash hamma narsa keladi. Ashuna kishilarningki amal ibodatlari va turmush uchunmi vaqtni belgilab turgan narsa qiladi Alloh taolo. Bixtilafil matala dedi. Oy ko'ringan joy, o'rin o'xshash bo'lmasligi hisoblanmaydi deb. Bu ixtilofil matala degan bu so'zni fuqaholar endi ishlatadi. Bundan maqsad kun petishda oy ko'ringan joy. Shu joy bir jutdan bir jut qarab o'xshash bo'lmasa-mu, biz hamma jutga hisob qilib o'tamiz. Bu ixtilofil matala desak, birinchidan chiqadigan joy o'xshash emas, ikkinchidan chiqadigan vaqt ham o'xshash emas. Masalan, bizning jutda 3 soat burun, 4 soat burun ko'rinishi mumkin. Saudiya Arabistonda 2 soatdan keyin ko'rinishi mumkin. Misrda mumkin 1 soat o'tganda ko'rinishi mumkin. Ya'ni shu hozir ixtilofil matala bu hech kim inkor qilmaydigan narsa. Ya'ni har jutda, har xil vaqtda, har xil o'rinda ko'rindi, shunday. Nima isbot desa, amaliy shu biz ko'rayotgan ahvol isboti shu. Buni inkor qilib tinvoq bo'lmaydi. Chunki bu maxsus bir narsa, hammadan ko'rilgan narsa. Ba'zi jutda masalan jut orliqi uzun bo'lib ketsa, chiqadigan o'rni o'xshash bo'lmasligi mumkin. Vaqti taxminan farqli bo'lsin, 1 soat, 2 soat. Yana ba'zida sharqga, g'arb tarafga, janub, shimolga qarab jutning o'rni o'xshash bo'lmasa, chiqadigan joy va vaqtni o'xshash bo'lmaydi. Hakada zakarahu Qodixon. Qodixon fatvolarda shunda bayon qilgan. Qodixon kim? Hanifi mazhabda fatava Qodixon desak, bu baklam mashhur. Ama Hanifi mazhabda e'tibor qilinadigan, shundaki kelgan hukmlar kuchga ega, mu'tamad deb qaraladigan kitob. Shunda bir inovatli, ishonchli kitob Hanifi mazhabdagi. Fatva kitoblardan. Hakimlar masalan, mufti, qozilik vazifasini o'taydigan ashunda amaldorlar mush kitobni endi ayirmaydi. Chunki fatvo berishda, hukmni bir taraf qilishda, ayirishda mush kitob intayin foydali va zarur lozim bo'lib turgan. Qasim ibn Qutlubug'a bu hadis olimlaridan, fiqhlari qatoridan
ixtiyorning hadislerini tahrij qilgan olim. Ixtiyorning hadislerini baholab chiqqan olim. Shu debke ma yusahhihu qadi Khan muqaddamun ala tashih g'ayrihi li'annahu faqihun nafs. Bu olim katta faqih bo'lg'achqa, hamma masalani tikka yetib tushunadigan bo'lg'achqa, Qadi Xonningki mushani bir mazhat kuchga yoki mush to'g'ri degini boshqa ulamolarningki to'g'ri kuchga ega degandan oldin o'rin turdi. Ba'zi masalalar Hanifi mazhab ulamolarga ixtiloflashib qoldi-ku. Qolgan chaqda Hanifi mazhab zodi qaysi qarash to'g'ri deb biqinglar desa, mush ulamolarning da qarasa Qadi Xon arasida bo'lib qolsa, ya Shamsul Aymma Saraxsi bo'lib qolsa, mushuni hisoblaydi. Yoki ba'zi ulamolar Quduriyninki mush hisob deyishi mumkin. Shu qatorliq ulamolardan nomi Faxruddin al-Qadi al-Imam Abul Mahasin al-Hasan ibn Mansur ibn Mahmud al-Uzjandi al-Farg'ani. Vadi Farg'oninki Uzjand yoki Uzkand degandek naya qishloqlari bo'lib shu jutdan. Lekin Qadi Xon deb tunilgan. Chunki qozi bo'lg'achqa bu olim Qadi Xon deb mashhur bo'lib ketgan. Buni al-Fatawa degan mushu kitobi bor. Fatawa Qadi Xon deymiz. Uning boshqa al-Amali, al-Waqi'at, Sharh az-Ziyadat, Sharh al-Jami' as-Saghir, Sharh Adab al-Qadi, Khassofninki Adab al-Qadisini sharhlab chiqqan. Boshqa kitoblarim bor. 592-yili vafot bo'lgan, ya'ni hijriya 592. Fatawa Qadi Xon 3 ya 4 mujallad bazar ba'zir. Qadi Xon fatvolarda mushunda bayon qilgan. Imom Faqih Abdullah ismi fatvo mush bo'yicha berildi degan burun. Balki shuning asoslanib Qadi Xon mushuni kuchga qilgan bo'lishi mumkin. Abdullah isminki fatvo mush qarash bo'yicha beramiz Hanifi mazhabda deganlik uchun Qadi Xon mushuni i'timod qilgan bo'lishi mumkin. Qala va huwa zohirur rivoya. Qadi Xon shunda mush qarash, yani bir joyda oy ko'rilib qolsa, butun musulmonlar ro'za tutish kerak degan mush qarash zohir rivoya. Bizning imomlarimizdan kelgan zohir rivoya. Wa naqalahu an Shamsul Aymma Saraxsi. Shamsul Aymma Saraxsi al-Mabsut degan kitobning muallifidir ama mesela al-Muntaqa degan kitob, al-Muntaqa bu zohir rivoyaninki 6 kitobdan hammadan suzib intaqa degan tanlab olganiga tanlab to'plagan kitob. Hakim Sadr Shaytning al-Muntaqani Shamsul Aymma Saraxsi sharhlagan. Lekin ibora bunda sharhlamay o'zi yug'urib sharhlagan. Shuna al-Mabsut, yani bu Mabsut yani tafsili sharhni ko'rsatgan so'z o'g'achqa al-Mabsut deb sharhlagan. Shamsul Aymma Saraxsi, Shamsul Aymma degan o'zining nomi, unvoni, ulamolarni, katta ulamolarni Shamsul Aymma Faxrul Islom deb aslida dabdabilik unvon bilan ataydi bizning diyorlarimizda. Va arab tilida bu ancha-muncha, lekin u darajada emas. Shayxul Islom ibn Taymiya deb qo'yamiz. Lekin bizning diyordan dona tayyorlik Shamsul Aymma Faxrul Islom Sadr ash-Shari'a munda degan Shamsul Aymma Saraxsi bu ulamolar biz necha qatim dedik-ku, bu kitobda ismi chiqqan bilan bu ulamolar qanday kishilar buni obdan tunmasa qilmaydi. Takrar deyilib qolsin mayli. Chunki ulamolar deydi, qalilun min siyarur rijal khayrun min kathiril fiqh. Fiqhdan necha kitob o'qigandan, ashunda katta ulamolarning, ashunda mardonlarningki ozgina ish izlarini bilsak, bu balki biz uchun taqim foydali bo'lishi mumkin. Shamsul Aymma Saraxsi u Sarax degan O'zbekiston bilan Turkmanistonning o'rtasidagi shu jutlarga nisbat berilgan olim. Xorason deymiz shu chaqdagi nomi. Turkmanistonning Marv bilan Nishapur oralig'idagi bir joy. Bir fatvo sababidan 15 yil turmada yotgan. Shu chaqdagi podshoh yoki Xaqon, shu chaqdagi Xaqon o'zi bir dedekni ozod qilib o'tib, u dedekning iddati, masalan dedek bir hayz iddat ko'rdi deb qolsa, iddati to'shmasdan nikohlab olgan. Nikoh olgandan keyin sizning bu qilgan nikohingiz harom yoki inovatsiz deb fatvo bergan. Bu 966-yili bo'lgan voqea. Shundan bu
padişah anlap açık kelganmi yoki bu padişahning bunday qilgan to'g'ri emas deganni boshqalar padişahga turib chaqqanmi turmuga so'litib turmida ba'zi rivoyatda shu al-Mabsut degan kitobni quduqning ichida quduq so'lab quduq tashlab turgan. Quduqning ichida endi boshqa kitob, boshqa bir narsa yo'q. O'zining kallasidan kitobni yozdirib taliblarga, ustida quduqning bo'yida 3-4 taliblar o'tirib, quduqning ichida ustozi so'zlasa yozgan. Yozim shu 15 mujallad kitob Mabsut degan. Buni o'zining kallasidan yodidan shunda so'zlab imlo qilgan. Yani 15 mujallad desanglar bu 15 mujalladning ichida Arabcha ya bir xato so'z yoki naql tarafdan bir mazhabga xato mansub qilgan bunda faqat ko'rladim. Buni agar bunda tushunsak bu bir mo'jiza degandek narsa degil bo'ldi. Bu bir ajamdan bir olim 15 mujallad kitobni arabchada bir ig'iz nimada xato ketmay, mazhab naql qilishda xato ketmay bunda yozgan. Şuna hani bir mazhabda şu Mabsut mazhabga vakillik qilgan qaysi deysa şu Mabsut. Şunu Qadi Hamma ona Şemsil Ayma sarafsi shunda ditgan deb Şemsil Aymaga mansub qilib kuchga ega qildi shuni. Shuna la yu'malu illa bihi va la yu'awwalu illa alayhi deb qo'ydilar. Mazhab qarashini bekitishda mushu kitob hisob. Ba'zi rivoyatlarda Shaybanining Siyarul Kabir Shaybanininki Zahir rivoyat kitoblaridan Siyar Sag'ir, Siyarul Kabir deb ikki kitob bor. Shu ikki kitobning birisi Siyarul Kabirni sharhlagan Musaraqsi. Sharhlagan davom boshqa mazhabning Musaraqsi sharhlagandek Siyar, G'azat va jihad ahkamlarini bayon qilgan unda kitob yo'q. Sharh Siyarul Kabir buna bir isli kitob. Ba'zi rivoyatda Mabsutni shu quduqda imlo qilganlar, ba'zisi shu Siyarul Kabirni imlo qilib bergan. Kitab Shurutga kelgan chaqda Sharh Siyarul Kabirning qo'yib berilgan. Shuna Mirg'inan kitob, O'zbekistonning Mirg'inan kitob 480-yili uni tamomlatgan. Bu İmam Tahavining muxtasarini sharhlagan. Hanafi fiqhida xuddi muxtasari Quduri degandek İmam Tahavining muxtasari bor. Shuni sharhlagan. Usul fiqhida Usul Sarafli deb 2 mujallad kitob bor. Jami Sag'irni, Jamil Kabirni, Ziyadatni sharhlagan. Bu Sharh Siyarul Kabir bu 3 mujallad ya 4 mujallad kitob. Hozir bor. Lekin Hanafi mazhabining maktabida boshqa mazhabning bir kitobi yo'q. G'azat va jihad ahkamlarini bayon qilishdi. Bu Shaybanininki Siyarul Kabir mo qanday yozilgan? İmam Avza'imo yoki Ibn Abi Layla İmam Muhammadning shu Siyar Rasulullahning g'azat va g'animat, o'lja, asr degandek shunda munosabatlar bir nimani desa, bir qarashni desa, İmam Avza'i debdikan. Ko'filikninki bu Siyar g'azat ahkamlari bilan nima bildi uni degandikan to'xta deb Siyar Sag'ir, Siyarul Kabirni ikkisining birisini shu chaqda yozgan. Yazganda da Siyar ahkamini shunda mukammal yozgan. Shuning sharhi. Bo'lsa bu kitobni sizlarda maktabga kirib, Al-Mabsut degan kitob qaysi ekan deb 15 mujallad kitob bo'lsa, 30 qism bu. 15 mujalladda bosgan. Qulonga elib bir varaqlab bunda bir ko'rib boqing. Bu qanday bir kitobdir? Deb. Buni o'zini kurash kerak. Hatto Siyarul Kabir, Siyarul Sag'irni o'qib boqing. Buna qimmatli kitoblar bu. Yani müşahede Şemsil Ayma Sarafsi shunda naql qilgan. Yani bizning mazhabimiz zahiri va mushu hisob degan kishi Şemsil Ayma Sarafsi. Endi mushuni zodi bizning mazhabga vakillik qilgan qarashda bekitib aytgani Qadixon vaqila yaxtalifu bi ixtilaf al-matali'. Vaqila degan Hanafi mazhabidagi ojiz bir qarashda har jutninki o'rni qarab yilonni kurash o'xshash bo'lmaydi. Ya'ni bu degani bir jutni ko'rsa, bir jutda cho'qim uning agish kerak emas. Har jut o'z oldiga ko'mdiq deb har xil tusi bo'ldi demakchi. Hozir ana mush ikki qarash, ya'ni bir mazhabda bor. Ya'ni bir mazhabga hisob bo'lg'ini la ibra bi ixtilaf al-matala. Dunyoning qaysi bir joyda musulmonlar kurab qolsa, butun joydagilar shuni tutishi lozim deydi. Yani buni ba'zi ulamolar kecha masalan 9 soat desak, şu bir keçinin içinde keç ko'rdigan, shunda darajasiga jutli bo'lib qolsa deb qayd qilganlar bor. Masalan, bizning jutda bo'lib
Amerika'nın San Francisco'ya ne olup kalsa belki yani kündüz olganca da ayak keçi buluşu mümkün. Onun farkı buldu ama bir keçi mesela 1 saat 2 saat olsa mı okşaş keçi kırdıgan cayla bulup kalsa şu ay küreşçiden bir günde rüzdu dep karaydı. Yani şu iki karaş hazır bir mazhab bayan kıldı. İkinci karaş ne? İmam Kuduri, İmam Zeyla ile şu toğraqda dep tanlagan. Ular şununla qanaatlangan. Lekin Hanafi mazhabga şu birinci qarash vakillik qiladi. Undan keyin unda qarasak, hozir Hanafi mazhabda ikki qarash bo'ldi. Şu Hanafi mazhabga vakillik qilgan qarash Maliki mazhabning, Hanbali mazhabning, yana Imom Shafi'dan kelgan bir qarashninki o'zi shu. Yani bu cumhurning qarashi, mutlaq cumhurning. La'tibar degan Arliq yaqin bo'lsin, jiroq bo'lsin, bir jutni ko'rlab qolsa, boshqa jutlarga shuning bo'ysunib ro'za tutadi degan qarash. Jumhurning qarashi. Buning dalili sumu li ru'yati va aftiru li ru'yati degan shu sayyidiz. Sumu li ru'yati musulmonlardan bir nechasi ko'rsa, kurash vujud chiqqan bo'ladi demakchi. Endi ikkinchi qarash Hanafi mazhabiningki qiyla degan qarashi, bu Shafi'i mazhabda jalliqroq qarash. Hanafi mazhabning aziz bir qarashidir. Bu yani İmam Malikning Madinalik taliblarining rivoyat qilgan qarashi. Bu har jut o'zi ko'rgan bo'yicha ish tutdi. Saudiya Arabistonda ay ko'ralsa, Misrda shuni ayish ro'zasi kerak emas. Misrda o'zi ay qarab, o'zi belgilab nima qiladi. Agar ko'misa 30 to'liqlaydi. Yo'q, Saudiya Arabistonda ko'ribdi-ken, biz shu bo'yicha tutimiz demay, Sha'bonni 30 to'liqlayib, ondan keyin 31-kuni Ramazon boshlaydi demakchi. Bular Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis tayyorlangan Sahih Muslimniki. Bu hadis Kurayb deb mashhur. Hadis Kurayb. Imom Muslim rivoyat qilgan an Kuraybin qala inna ummal fadli بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام معاوية قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Bu Sahih Müslim'deki İbn Abbas radıyallahu anh'dan hadis. Bu ikinci aziz qarashdagi azsalliqlar mushu sayyidisini dalib turadi. Bunun mazmun nima? Shamda juma kechasi ay ko'rgan, Madinada shanba kechasi ay ko'rgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Madinaning ko'rgan bo'yicha ish qilmas deb Shamninkini hisob qilmagan. Davonki bundan chiqadigan mazmun har jutning o'z oldiga ko'rgan hisobga degan bir nima chiqadi. Bundan boshqa Xulafa Rashidinlar har jutga maktub yo'lga ahvol yo'q. Masalan, Madinada ay ko'raldi. Bundan keyin mesela ata Ramazon keyin deb jutqa Madinadan maktub yo'lga ahvol yo'q. Nonga har jutning odamlari o'zi ko'rib amal qilibdi. Yana masalan suhur yeydigan vaqt, iftor qiladigan vaqtmi har jutninga bir-biriga o'xshamaydi ama undan keyin ro'za tutgan kunga o'xshamaydi deb qiyos qilgan. Endi ba'zi ulamolar uchinchi bir qarashda, ba'zi ulamolar ikki jutning oraliqida namozni qasr qilib oraliq bo'lib qolsa, 80 kilometrdan oshgan oraliq bo'lib qolsa, buni hammasi o'z oldiga bo'ldi. Ammo oraliq shunchalik bo'lib qolsa, shu yaqin oraliqdagi bir jutni ko'rsa, buni amal qilish lozim deganlar bor. Bu Imomul Haramayn al-Juwayni bilan shogirdi Abu Hamid al-G'azzaliyninki qarashi. Lekin shu ikki qarash, Hanafi mazhabi hozir bayon qildi-ku, zohir rivoyatlar qiyla. Ikki qarash, cho'ng ikki qarash, mashhur ikki qarash shu. Hanafi mazhabda ikki qarashning hammasi bor. Endi biz bu ikki qarashning yoki uch qarashningki qaysi rojih deb qarsak, shu Hanafi mazhabining uch qarashi, ya'ni jumhur ulamoning qarashi shu rojih. Dalil jihatdan.
Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisi ya bunun bir xil mubhamlik var, yoki bir xil mujmallik var, yoki bu sahabaning tushunishi, yoki bu sumudir ru'yati degan Rasulullohning aniq hadisiga zid deb munda tushunadi jumhur. Qiyas ma'al fariq. Yani İbn Abbas'ın hadisinde munda tushungan ma'lum bor. Bu hadisda har jutninki ayrim hisob qildi deganlik emas. Lekin bunun bo'g'ini Medine ahalisi Şam'ның hisobı bo'yicha aytqildi demaymiz deganlik. O çağda tiz çür yollash xabar qilgan unda vosita bo'lmag'achqa, unda xabar aytqilgan ahol bo'lmag'achqa, shunga har jut o'zinikini hisob qildi degan tariqada nima qilgan. Endi o'shanda qarasak, har jutninki ko'gini o'z oldiga hisob desak, hozir xudanda har davlatning o'ziga hisob degandek bunda deyolmizgo. Endi har davlat desak, mush hozirgi davlatlar islom dunyosidagi davlatlar o'tiribki chegara. Bu kim paydo qilgan chegara? Mustamlikchi Jahongirlar islom dushmanlari paydo qilgan chegara bu. Shundaqmi? Ya'ni islom dunyosini talon-taroj qilib, besog'dan keyin chiqtirgan chaqda shunda sizib-siziblam ma falaniya, ma pistaniya deb bo'layotgan ahvolga. Endi u oy masalan chiqsa, ba'zi davlatninki ba'zi shaharlari o'zining poytaxtiga nisbatan yana bir davlatninki poytaxtiga yaqin bo'lishi mumkin. Endi u chiqqan oy siyosiy jug'rofiya xaritasini ra'y turib, mavjud ko'rinmay, ma'lum ko'rinay deb bunda turib turadigan ahvol bormi? Unda shu chiqsa bunga shunga. Masalan, Qirg'izistonniki ba'zi shaharlari shu Qashqa Otishga yaqinlam joy. Masalan, Otish balki Bishkekka yaqinroq bo'lishi mumkin Urumchiga nisbatan. Masalan, endi ahvolda undan keyin bu har bir jutni desak, shu jutdan maqsad nima? Bir viloyatdandoq, bir davlatdandoq, nima deymiz shuni? Bu bir al-qiyg'il bo'lmagan masala. Buni javob bermaydi. Burun masalan Rossiya çoğuna şu Rusya Sovet İttifakı dedi. Şu çağda bir üççe Balkan devletlerinin kışta Şimali Avrupa'ya yakın, bir üççe Sibirya, Kore'ye yakın. Onun bir devlette başlanmayan bir aynı hesap kılınmadı bunda. Bunda olurken bunun da bu şu Hanefi mezhebinin ve Cumhur'un karıgan karışı şu küçük ige, şu racih deyimiz. Bunda olurken bir jutta şunda körelse bütün İslam dünyası şu boyunca amal qilish lazım. Yani bir taraftan Arafat gününü belgileştiğinde belgiledi İslam dünyası. Suudi Arabistan'ın şu Mekke tarafta ay görüşüyle ispatlaydı. Her devlet ya bugün bizden daha Arafat günümüz bulmadı. Şu devletin hacılarına telefon kılıp bugün bizden daha Arafat emas bizden hesabımızda. Siz Arafat kılınlar. Yani biz öyle öğün Arafat kılınlar. Her devlet bir günden belgilediğinde daha kaldı. Ondan keyin şu dünyada birlam Arafat var, birlam Kabe bo'lgandan Zulhajjning kirishi va Arafat va qurbonliqi kunni bekitishda Saudiya Arabistonga ma'quldamsiz? Unda ma'lummi? Ma'quldan deymiz. Ya, bu musulmonlar jamoasiga, islom ummatiga qilingan xitob. Ey musulmonlar jamoasi, oyni ko'rib turibsizlar. Endi musulmonlar jamoasidan chiqqanlar yoki 50 gadan shuna ko'rdimi? Musulmonlar jamoasi ko'rgan bo'ldi. Yani Resulullah'ın şu çağdaki ahvalının kısmı şu Medine paytaxt desek İslam devletinin Medine'den qanchalik arliq şu hesap buldu. Bu ne qilmas. Mesela Aliya ma'qul hesap bular. Mekke hesap bulamdı, Medine'ga tava birga. Undan keyin bu bir jutda o'z oldiga ko'rgan hisob deb qasimi bir davlatning ichida bir kunni ro'za tutishga Ramazon birinchi kunda bekitilmaydi, mumkin emas. Çünkü ya da 20 vilayet bo'lishi mumkin, 30 vilayet, 10 ülke bo'lishi mumkin. Hammasi o'z oldiga ko'rimiz, o'z oldimizga deyish mumkin. Undan keyin bu shu rojih bo'lib ketdi. Qala wa zakara fil fatawa al-Husamiyya. Bu Hanefi mazhabidagi mashhur fatvo kitoblarining birisi.
Bu o'z vaqtidagi Shayxul Hanafiya Abu Hafs Umar ibn Abdulaziz ibn Umar ibn Abdulaziz Nami Husamiddin As-Sadr Shahid ibn Maza al-Bukhari Bukhara ulemalaridan meşhur Abu Hafs Husamiddin Sadr Shahidninki fatvolar to'plami. Bu Sadr Shahid dilishda bu zot 536-yili Samarqandninki Qutban degan joyda shahid bo'lib ketgan. Bu shu islomga kirmagan shu turklar, yoki qalmoqlar deymiz. O'z vaqtida turklarning Qaraqtay degan nomi bor. Qaraqtay degan turk qabilalarining o'zining ismi. Qaraqtay shu islomga kirmagan shu qalmoq turklar bu musulmon bo'lgan ellar bilan urushib turibdi. Shu janglardan birisida şu O'zbekistonninki Sanjar degan podshosi shu Qaraqtay bilan urushgan chaqda mushu olimi shu jihad qatnashib shu jangda shahid bo'lgan. 536-yili Samarqandda bo'lgan jangda. Bu olimninki Al-Fatawa al-Kubra, Al-Fatawa al-Sughra, Al-Fatawa al-Khasiyya, Umdatul Fatwa, Usul Fiqh, Khayratul Fuqaha, Sharh Adab al-Qadi degan kitoblar bor. Onun başqa şu Al-Waqi'atul Husamiyya fi Madhhab al-Hanafiyya degan şu Fatawa al-Husamiyya degan kitap şu. Mush kitap bor. Mushu fatva kitobda munda kelibdi. Iza sama ahlu Misrin 30 yawman bi ru'ya. Ahli Misrin yani bir şanın, ma Misr emas, ma'lum bir şanın aholisi oy ko'rab, uniki 30 kun tutgan bo'lsa, va ahlu Misrin akhara 29 yawman bi ru'yatin, yan bir şanın aholisi oy ko'rab 29 kun tutgan bo'lsa, yani bir kun ilgari keyin ayt qildigan bular. فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قريب بحيث تتحد المطالع. İki jutninki arlıqı ay ko'rilgan o'rin o'xshash bo'lgan darajada yaqin bo'lib qolsa, 29 kun ro'za tutganlar bir kun qazo ro'za tutish lozim. وإن كانت بعيدة بحيث تختلف agar ay ko'rilgan o'rni matla'i o'xshash bo'lmaydigan darajada jiroq bo'lib qolsa, la yalzamu ahad al-misrayn hukm al-akhar. Vujudda agishib ro'za tutmasin bo'ldi. Har ikkisi o'z oldiga tutdi deb ketgan. Fatawa al-Husamiyada. Yani birinchi qarash Hanafi mazhabiningki azhar rivoyatiga asosan deyilgandek, ikkinchi qarash maqhil degan ikkinchi ojiz qarashga asosan deyilgandek. Yoki bular unda qarab shu zahir rivoyatni qanday tadqiq qildi? Hammaning hisob qildi degan gap butun dunyoga emas, ma'lum darajaga yaqin vujudlar nisbatan hisob. Ammo Amerikadagi meyali kechuvas oy kunduz bo'lgan manda darajadagi jiroq vujudlar bo'lsa, o'z oldiga degandek bir ahvol. Va zakara fil muntaqa an Abi Yusuf, muntaqa degan kitobda shu al-Mabsutninki asli bo'lgan muntaqa, ya'ni Hakim Sadr Shahidning kitobi. Shunda Abu Yusufdan shunday rivoyat qilindi. Yajibu alayhim qada'u yawmin min g'ayri tafsilin. Ana kitobda muntaqada Fatawa al-Husamiyya kelgandek emas, yaqin jiroqlab ayrishmay 129 kun, 130 kun oyda tutgan ahvolda ikkisi oy ko'rab, 29 kun tutgan jot bir kun ro'zani qazo qilish lozim, to'liq qilish lozim deb ketdi. Lekin jutni yaqin jiroqlab ayrimadi. Lekin muntaqada kelgani Abu Yusuf'tinmi shunda keldi, Imom Muhammad'tinmi shunda kelgan. Abu Yusuf'tin kelganini Bishr rivoyat qilgan, Muhammad'tin kelganini Ibrohim rivoyat qilgan. Qala va an ibn Abbas radhiyallohu anhuma fi misli. Ya'ni ikki jutda ikki xil ko'rilgan ahvolda ay Ibn Abbas bunda degan: "Lahum ma lahum va lana ma lana." Ularning o'ziga hisob, bizga o'zimizga hisob. Hozir mushu Ibn Abbasning degan so'zni maktab tahrij qilish lozim, tushunami? Tahrij qilmadi. Asli bu mushu lafzda bunda kelmagan. Bu shunga topolmagan bo'lishi mumkin. Lekin men bayatın Sahih Muslimdan naql qildim-ku, Kurayb rivoyat qilgan voqealik. Ashadis shu Ibn Abbasning. Yani İbn Abbas'ın kelgini Sahih Muslimdagi shu az-sonli ulamoning asos dalili bo'lgan hadisi Kurayb shu. Shuningda Shamliqninki o'ziga
hisob ma Madinalikning bizga hisob degan gap shu. Ma nimada hadisning lafzlari emas, shu mazmunni deb qo'ygan bo'lsa, ma muhaqqiq hadisni taqrir qilmaydi. وعن عائشة رضي الله عنها فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم. Hazreti Ayşe'nin ma rivayetini aslında tahriş kılış lazım tema kitapta. Hazreti Ayşe radıyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-fitru yevme yuftirun nas vel-adha yevme yudahhin nas. Bu Ebu Hureyre'den mi şuna okşaş rivayet kelgan. Bu her ikisini İmam Tirmizi Sünen'de rivayet qilgan. Tirmizi'de bor. İmam Tirmizi tahriş qilgan ekan, sanadi hasan deb bağlagan. İmam Nevaviy mo el-Mecmu' degan kitobida va sanaduhu hasan va sanaduhu sahih degan. Yana ba'zi bir ajraq rivoyatda va arafatukum yawma tu'arrifun degan. Arfat kunimi shu Arfat'ı tuğan gününü şu hesap demekçi. Yani bu hazır nima ko'rsatdi desa, xuddi şu erjutninki o'zaligi ayrim degan qarashning dalillarini bayon qilayotgandek ahvol. Unda olgan bu masala hozir tugadi. Rajih bo'lgani bir jutda ay ko'rilsa, boshqa jutdagi musulmonlarmi shuni agishib ro'za tutishi lozim. Endi jutda yo'q biz ay ko'midi deb turoldi. Ay ko'mdik deysiz ama lekin ay ko'rashga sen chiqmading asli. Uyda o'tding. Ay ko'rashga chiqyapti. Ko'migan bo'lgan taqdirda, ha, u chaqda biz ko'mdik deb Saudiyaristonda ko'migan bo'lsa, u chaqda biz 30 kun to'liqlaymiz desa. Lekin asli ayga qarab boqmay, osmonga qarab boqmay uyda o'tirib, ishxonada o'tirib, 30 kun tutimiz divas to'g'rilmaydi. 30 kun tutimiz yani ay qarabdi kömekto unundan keyin uyda o'ttasken Saudiyaristondan tek xabar berib qolsa, o'sha gachchida heyt qilish lozim. Qala va la yusamu yawmush shakki illa tatawwu'an. Shak kunini biz Şabanning 30-kuni yoki Ramazonning 1-kuni bo'lib qilish ehtimoli bor deb oraliqda shakda qolib qolgan kun. Ikkisining birisini to'xtalamay qildik. Mush kunda Ramazonga niyat qildim deb ro'za tutish bo'lmaydi. Faqatlam nafla ro'zaga niyat qilsa, shunda ro'za tutsa bo'ladi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la yusamu al-yawm alladhi yushakku fihi annahu min Ramazon illa tatawwu'a. Bunda rivoyat kelgan bo'lg'achqa. Lekin bu ibora bilan fiqh kitoblarda bo'lsin, lekin hadis kitoblarda bo'g'ini la yataqaddamanna ahadukum Ramazana bi sawm yawmin aw yawmayn illa yakuna rajulun kana yasum sawman falyasum zalika al-yawm. Ramazondan 1-2 kun burun ro'za tutish cheklangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa oyga qaraganda Sha'bon oyida eng ko'p ro'za tutdi. Xuddi bu nimadan iborat? Ramazonning farz ro'za tutilgan oyga badanni qizdib chinib turgandek, shuni tayyorlik qilayotgandek bir ahvol. Lekin Ramazon 1 kun qolgan chaqda tutmaydi. Nima uchun desa, farz ro'zani nafl ro'zani ayirish, o'tirib fasil bo'lish lozim. Yoki avam xalq mushkul ro'za Ramazonga tava farzgan deb tushunib qolmaslik uchun. Yoki ahli kitob shunda Ramazon kunlarini avdib etgan, biz bundan shunda qatib keyin Ramazon bilan Sha'bonni o'tirib tutashtirib 30 kunni 60 kunga aylantirib o'tmaslik uchun. Va huwa alladhi yushakku fihi. Ash-shakkuni qaysi desa, biz shak qilgan kun shu. Annahu min Ramazon aw Sha'ban. Bu Ramazonning 1-kunimi yoki Sha'banning 30-kunimi biz qolmay qolgan kun shu. Va dalga bi an yatahaddatha an-nas bir-ru'ya. O shak qandasan sava ochiq bo'lsa-mu kishilar voy ay ko'rlabdimish mish gaplar bor, lekin amaliyotda qozoqning oldida guvohlik e'tibor qilingan bir to'p guvohlikda o'tgan ahvol yo'q. Qozoqningmi guvohlikdan o'tildi, Ramazon oyi ko'rilgan hisobda deb e'lon qilmagan chaq bo'lsa, o'sha kun bo'ldi. Wala tathbut. Shu guvohlik bilan isbotlanmagan kun. قال ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان. أنما هو شوال أين كرش مسلسة. برون
vacib deganimiz Ramazon oyini ko'rish masalasi edi. Yani mushumi vacib. Yani hükümde musulmon Şavval oyini mo Ramazonning 29'ida kurashga chiqamiz. Faman ra'ahu wahdahu la iftar. Hech kim ko'rmay, yolg'iz bir odam ko'rgan bo'lsa, u kishi ig'iz ichmaydi, hech qilmay turdi. Akhdan bil ihtiyot fil ibada. Chunki bu yerda ibodatda bir ehtiyot qilish yuzda. Chunki hozir bu ig'iz ichsa, balki Ramazonning bir kunda ig'iz ichayotgandek bir ehtimol bo'ladi. Chunki buning hozir ko'rdim degan qanoati boshqani qanoatlantirmaydi. Hozirmi qanoatlantirmaydi, shar'iy o'lchamga to'shmaydi bunimiz. Undan keyin bu yerda bir xil gumon bor, shubha bor. Fayn aftara undan keyin bu ro'z tutdi deymiz, ama ro'z tutmay, yo'q men ko'rgan tursam Rasulullah sumudur ru'yati va aftirudur ru'yati degan tursa, men ko'rgan ekan ig'iz ichdim deb ig'iz ichib o'tib qolsa, qado keyin qazosini qiladi. Nima uchun? Yuqorida Hazrat Aishadan qilgan rivoyat bor. Sawmukum yawma tasumun, fitrukum yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun degan. Shu hadisga asosan kishilar mush kunda ig'iz ochmagan, yolg'iz ig'iz ochdi. Undan keyin aslida rasmiy hisob qilganimiz qaysi? Musulmonlar jamoatininki guvohlik bilan isbotlangan ya 30 ni to'ldirib aytib degan shu qarasi hisobda. Yani bu odam o'z oldiga o'zini qilgan ekan, agar ig'iz ichib qolsa, xuddi Ramazonda ig'iz ichayotgandek qazosini qiladi. Wala kaffarat alayhi. Lekin biz yuqordan buni bir qadam deb o'tgan. Unga kaffarat kelmaydi, lima bayyana biz yuqorida bayon qilgan. Yani bunga bir shubha bor. Shubha bu o'zi ko'rgan. Lekin men ko'rdim desa bu inovatga ilinmadi. E'tibor qilinmadi. Gumon bo'lgan ekan, bu gumonmo xuddi biz hududni ijro qilgan chaqda idraul hududa bi shubhat deb shubha qilsa jazoni bermaydi tushunama. Yani bu mu bir xil jazolash nimasdak kafaratmi jazolash ma'nosi bor, uqubat ma'nosi bor. Jazo berildi deb qolsak, buni o'zi ko'rgan, o'ziga nisbatan oydin. Undan keyin buni bir to'xtab qilib, shu bilan bu kafaratni bermagan bo'ldi. Qala fa in kana bis samai illatun, agar osmonda bulut yoki chang tuzan unda bir oyni ko'rilmagan ahvol bo'lib qolsa, qubila shahadatu rajulayn, ikki kishiningki guvohligi qabul qilindi. Hali diqqat qilsanglar, Ramazonning kirishini isbotlashda bir odamning guvohligini qabul qilgan. Ama hozir mana Shavvalning kirishini hisoblashda ikki kishi bo'lish lozim dedi. Nima uchun desa, anında biz amrun diniy degan. Bu ro'za tutishga munosabatlik bir ishga chetib qolgan, shu ish uchun qarashlar degan. Ma ikkinchi masalada Shavval kirish ig'iz ichishga, uningdan boshqa haqninki shunda oshpazning damoq setishi va gazalji nurg'on nimaga chetishlar. Undan keyin bu huquq ibodatga chetish qilib guvohlik bilan isbotlanmasi bo'lmaydi. Shu guvohlik uchun rajulan aw rajulun va imra'atan deydi. Hammasi diniy ish. Lekin anda sab ibodat tarafi diniy taraf ig'ir bosadi, manda huquq ibodat tarafi ig'ir bosadi demak. Li'annaha shahadatun ta'allaqa biha haqqul adami. Chunki bu guvohlik bilan insonlarning huquqi uyam-uyam bo'lib ketadi. Fasarat ka shahadatu ala huquqil adamiyyin. Shuna bu nimaga o'xshash desa, insonlarning huquqiga guvohlik bergandek. Falanning ustandmanchilik haqqi bor, yo'q, ya falanning musulmon falan chiqib o'tgan degandek bir ishga o'xshab qoldi. Bixilaf Ramazon. Ramazon unda emas, li'annahu amrun diniy. Chunki bu sab diniy bir ahvol. La yata'allaqu bihi haqqul adami. İnsanların huquqi bundan chetishlik emas. Ala anna mabnal kulli ala al-ihtiyat. Shundaqmi har ikkisiga nisbatan biz ehtiyot bilan muomala qilgan ahvol deb qarab muomala qildik. U nima ehtiyotligini? Ramazon kirgan chaqda biz Ramazonni tezroq kirish tarafdori.
Chunki tezroq yemay biz bir kun kechiktirib qo'ysa qanday oldi? Ramazon bulab qolsa kun biz Ramazonni bir kunni ro'zani tutmay qazo qilayotgandek bo'ldik. Gadin 3 kun ro'za qoldi. Ammo ikkinchi ahvolda Shavvol oyining kirish masalasida buningda ehtiyot oldirmaslikdir. Chunki oldirab ro'za qilib qolsak 3 kun ro'za gadinda qoldi. Shunga har ikkisi ehtiyot bilan ma'mul. Va huwa fima qulnahu. Yani fima qulna ya huququl adamiyyin va huququl ibadek farq bo'lg'achqa demak. Qala va illam yakun illatun fajam'un kathirun. Agar havo o'chib qolsa, xuddi Ramazon oyining kirish isbotlanishda havo o'chib qolsa, Hanafi mazhab jam'un kathir yufid al-ilm dedi-ku, shunga o'xshash bu yerda shunday g'olib zan Ramazon kirdi deydiganga yetarlik bir to'p kishilarningki guvohlik bo'lish lozim. 2 kishi yetarli emas bunda. Lima bayyana biz buni Ramazonning iyi kirish masalasida bayon qilib bo'ldik. Van Abi Hanifata Imom Abu Hanifadan kelgan g'ayri zohir rivoyatda shahadatu rajulayn kama fi sa'iril huquq. Buni biz yuqorida bayon qilgan. Qala wa dhul hijjati ka shawwal. Zulhijja oyining kirishimi Shavvol oyining kirishiga o'xshash. Lekin Ramazon oyininkiga o'xshamaydi. Diqqat qilinglar. Shavvol degani Shavvol oyining kirishiga o'xshaydi, lekin Ramazon oyining kirishidan farqliroq degan. Lima yata'allaq bihi min huquqil adami. Chunki bunda bandalarning huquqi chetishlik chiqishli bor. Minal adahi va g'ayri. Masalan, qurbonlik qildigan, bu pul muomalaga chetish chiqqanda, undan boshqa safar qildigan. Wa idza ra'a hilal ramadana aw shawwalan naharan qabla az-zawal aw ba'dahu. Tushdan burun ya keyin, ya'ni kun tiklash, zavol degan kun tiklashdan burun ya keyin Ramazonning yoki Shavvolning oyini kirib qolsa, fa huwa lil-laylatil atiya. U ay nimaga tava? Atis tava. Ya'ni bu hozir xulos nimada chiqdi? Bu oyni o'chaq ko'rgandan hech qanday farq yo'q. Hech farq yo'q. وقال أبو يوسف كذلك أبو يوسف إن كان بعد الزوال شتنكين كويان بوسا شندار لليلة الآتية وإن كان قبله eğer شتن برون كويان بوسا bu tüngenninki iyi deydikin. Bundan Abu Yusuf'un farkı azar aşkeylerinin farkı nima? 30. günü mesela bu düşkiçi köygen bolsa ya akşam asli körüldüğü ayken bu bügen Ramazanken ya bügen roza etken dep manda mamul. Bügen Ramazanken dep qalsa bu roza etken iken keyin bir kunni qazo tutish lozim. Lekin shu mu'tamad shu tarafanninki qarash shu. Bu Abu Yusuf'un kelgan qarash yurva zalika an Umar va Aisha radhiyallohu anhuma wal awwal marwiyun an Ali wa ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Anas an Umar أيضا رضي الله تعالى عنهم ولأن الشهر ثابت بيقين يعني bizning aqliy dalilimiz Abu Yusuf qarata chunki o'sha oy kirganligi aniq biz masalan Sha'bonda yoki Ramazonda va ba'd al-ahillati yakun akbar min ba'd yana chiqqan oy degan ba'zida masha qaraganda masha sal cho'ngroq ko'rindi o'sha hilal masalan bizning vujudda jinishga ko'rangan bo'lsa, keyin Misrda 4 soatdan keyin ko'rgan bo'lsak, buning umri 4 soat uzirgan bo'ldi-ku, 4 soatdan keyin sal cho'nroq ko'rinishi mumkin. Fayjuz annahum ra'awhu qabla az-zawal likibarihi. Shu anda ular tushdan ilgari bu cho'ng bo'lganlikdan ko'rgan bo'lishi mumkin. Ay, masalan cho'ng bo'lganlikdan ko'rgan bo'lishi mumkin. La likawnihi lil-laylatil madiya. Undan buni o'tib ketgan bir kechida ko'rilgan oyda shuni tava demaymiz. Kelar kechiga tava deb qaraymiz. Va sabitu bi yaqin la yazul bi-shak. Ularning bu tushdan ilgari kiraldi. Bu kelar kechiga tavami, ilgari kechiga tavami deb bir shak qilib qolsak, buning bilan biz keskin aniq bo'lgan bir narsani o'zgartirsak bo'lmaydi. وقال الحسن بن زياد رحمه الله إن غاب بعد الشفق فلليلة الماضية شفقتن كين غايب bo'lgan bo'lsa bu o'tib ketgan kichik tava shafaq hozir nima shamadan xudo irliqi bu shafaq shunami
Shafaq desaklam shu namozshamdan keyingi chog'ni ko'rsatdi. Shafaqdan burun sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, mush kechiga tava. Avval yo'q, kun patdi. Biz shu iftaqlar vaqt shu chog'da oy ko'rildi. Kun patgandan keyin shu namozsham vaqtida sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, shu kechiga tava deydi. Ma'lumda İmam Abu Hanife bilan Muhammadning qarashiga ma'tarif uyg'un keldi. Yo'qolib ketsa, namozsham vaqti ko'rilib ketgan bu. Ko'rilib sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, shu kechiga tava demiş. Lekin bu nimaga asosan shunda deydi, bu bir qarashgan. Qala واختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أم الفطر. Ulamalar shak kuni ro'z tutish afzalmi, ig'zish afzalmi ixtiloflashib qoldi. قالوا إن كان صام شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل. Eğer Şaban'la ro'za tutib kelayotgan bo'lsa, yevmi shak shu qatorda tutilib ketsa mayli, tutsa yaxshi edi. Yoki ba'zi odamlar masalan isnaynul xamis ro'za kelayotgan bo'lsa, yevmi shak isnaynga yo xamis to'g'ri gap qilsa, tutsa mayli, afzal deydi. Va illa makun kadalik, agar unda bo'lmagan taqdirda, ya'ni Şaban'ni tutmabdi, faqat tutmay, shak kuniga to'g'rilab tutsa bo'lmaydi. Yoki dushanba unda tutsa ahvol bo'lmay, gachida shakkini to'g'rilagan tutsa bo'lmaydi demakchi. Unda bo'lmagan taqdirda, unda odati yo'q ya Şaban'ni tutmagan taqdirda, qala Muhammad ibn Salama munda debdi. Al-fitru afdalu binan alal hadith. Ash hadisga asosan ig'iz ichivatgan yaxshi. Qaysi hadis? لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم يمشو متفق عليه حديث مش حديث أساسا. يعني بعض حديثlarda مثلا عمار بن ياسر رضي الله عنهما بخاريda shunda degan. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. Shunda hadisga asoslanib turib Muhammad ibn Salama ig'zi chertga yaxshi degan. Yana bir tarafdan ig'zi chertish ahli kitobga o'xshab qolmaslik uchun yaxshi. Muhammad ibn Salama kimda? Diqqat qilsanglar, qalu dedi-ku. Qalu degan so'z fa'il kim? Qalu degan Hanafi mazhabida bir istiloh. Qalu degan mashayixning o'zining bahslarini qilib degan tadqiqotlarini qalu deymiz. Bu imomning nega emas. Qalu desizlar. O'sha mashayixlar debgan deymiz. Keyingi ulamolar u ilgirki imom va sohiban emas. Qalu degandan keyin o'sha mashayixlar Muhammad ibn Salama, Nusayr ibn Yahya, Nuh ibn Abi Maryam, o'shanda ulamolar. Ma bak jinsga atalgan. Buni Hanafi fiqh o'qigan bilmasa, qalu desa bizning Abu Hanifa va sohiban dedi deb qo'llangan. Ya, Hanafi mazhabning hamma kitoblari shunda. Bu sizlar bunday g'alib turganlar, shu fiqh bilan shug'ullanganlar hammasi yada bu. Masalan, fa'il desa, nahvda boshqa mulda shunda yada bilsam, shunga o'xshash yada bilib ketadi buni. Bular uchun aniq. Muhammad ibn Salama ibn Abdullah al-Harrani. Harranga mufti bo'lgan. Abu Abdullah al-Faqih Abu Abdullah. Bu Balx ulamolaridan aslida. Mashayixning birisi. Bu muhaddis ulamolaridan ayni vaqtda ham faqih Hanafi ham muhaddis. İmam Ahmad ibn Hanbalmo mushundan hadis rivoyat qilgan. Bu Muhammad ibn Salama İmam Tahavining shayxi Ahmad ibn Abi Imronning ustozi. Ya'ni İmam Tahavi buning shogirdi hisoblanadi. Bu 278-yili vafot bo'lgan. Wa qala Nusayr ibn Yahya mana mashayixdan birisi chiqdi. Nusayr ibn Yahya al-Balxi, bu Balx ulamolaridan. Bu 268-yili vafot bo'lgan. İmam Muhammadning shogirdi Abu Sulayman al-Juzjanining shogirdi. Abu Mut'in al-Balxining shogirdi. Bu hadis ulamolaridan. İmam Ahmad bilan uchrashib, İmam Ahmad bilan muzokara qilishgan. İmam Ahmadga aytgan bu. Siz bu İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nima uchun bunda ayblab ketisizlar? Nima uchun qarishisizlar uni? Nima uchun yoqtirmaysiz bu kishini? Desa, bu kishi shu ra'y bilan hukm chiqardi.
Unda olsa İmam Malik mi rayından çıkırdı o? Emniyet rast İmam Malik'nin rayından çıkardığı hükümleri bazı karısına hayran kılışlar. O seyyedi istuğusu Ehl-i Medine onda başka çıkıldı da plan kitiyor lan musibah. O İmam Malik mi şunda rayından hüküm çıkılaştır bağı desen İmam Malik'in azrağı. Onda olsa İmam Abu Hanife'ye cıkrak etiraz buldu sanla İmam Malik mi şu özlerle azrak etiraz buldurup koyanlar. Etki. Şu Nusayr ibn Yahya. Bu Balkh ulamalardan meşayih Balkh. Bu alimde to as-savmu afdal, roza tutgan afzal. Lima ravayna an Ali ve Aisha radhiyallahu anhuma. Bu işkeylerini biz inde bir rivayet kıldık. La an asuma yawman min Şaban hayrun min an uftira yawman min Ramazan degan. Niyatni mutlaq roza tutmagan, nafli bo'lmaydi degan bayat bilan tatavvur bo'ldi. Shu hozir mushuni ikkilan shu tatavvur niyat qilgan demoqchimiz. Shu Nusayr ibn Yahya ikkilan shu tatavvur niyat qilgan, Ramazonda niyat qilmagan, tatavvur deb niyat qilgan. Tatavvur deb niyat qilgan ekan, agar atsa Ramazon bo'lib qolsa, ashuni Ramazon hisob bo'lamdi, bo'lmamdi, sen bo'ldi. Ulama shu qanday hisob bo'la degan maqsadda tatavvu usul bilan tatavvu niyat qilib unda roza tutgan. Biz mana shunda tatavvu niyat qilamiz. Yani ashula Ramazon bir kun o'tgan ekan, shu kunni Ramazon emas, Ramazon dedik. Bu ishkalar o'z tutmadimi, tutdi. Bu gardini saq qilib turgan deymiz. Nafli niyati taqarrub bo'lg'achqa yetarli dedik. Ve an Abi Yusuf'a rahimahullah ve huvel muhtar. Muhtar degani Hanafi mazhabda biz fatvo bergan chaqda mush qarashni tanlab fatvo beramiz demoqchi. Abu Yusuf'da bunda bir qarash keldi. Annal muftiya yasumu huwa ve khassatuhu. Mufti yoki ulamalar masalan ashunda kishilar o'zi va atrofidagi yaqin kishilari roza tutaydi. ويفتي العامة بالتلوم أوام خلق نسبة سلا كتب ترونلا نيت كماي مهم كتب ترونلا دب فتوى بردودي قچان وچه ساقلب تردو إلى ما قبل الزوال كن قايرلشتن سل برون قدر ساعت 11:20 دegandek vaqt duqqo kun tiklishdan sal burun shu chaq qadar saqlab kutib turdi. Ehtimol thubut ash-shahr u chaq qadar bir yerdan xabar kelib falan vücutta ko'rilibdi deb. Hozir masalan bizning vücutta shu muntasifning ardin sal burun soat 11 ga saqlab tursa, Misrdan yo Saudiya Arabistondan ay ko'rilibdi deb xabar berdi-ku. Zo'liq qilgan vaqtdami berish mumkin degan haqni hisob qildi o'sha. Aşağıda xabar berib qolsa, u kishi qanday qildi Ramazonga hisoblansa deb plan tutdi. Va ba'da dalika la sawma. Tushdan keyin undan roza tutadigan ahvol yo'q. Yani asrdan keyin agar roza tutardin desa bekor deymiz-ku. Buni bayon qilib qoldik. Va huwa yumkinuhu huwa yani al-mufti yoki al-alim yumkinuhu as-sawm ala wajhin yakhruju min al-karaha. Endi nima uchun mullam o'zi bir xil ish qilib boshqalarga boshqa fatvo berdi bo'lsa, bu yerda farq bor. Avom bilan xavosning farqi bor. Xavos ulamolar shariatga zid kelib qolmaydigan shaklda nozik joylarni bilib turib, niyatni to'g'rilab qila oladi. Avom xalqcha wala kadalika al-amma. Avom xalq manda shakl niyat qilsang bo'ldi, mamani diqqat qilsan, undan kar qilma, qilgan biznesin deb xato qildiga bo'ldi. Ala vajin yakhruju min al-karaha. Makruhlik dairasiga kirib qolmaydigan, saqlana oladigan shaklda to'g'ri niyat qila oladi. Avomlar unda qilmaydi. Undan keyin shu sahabimi tatavvu niyati bilan nafl niyati bilan ro'za deymiz. Endi ulamolarningki mazhablariga qarasak, Hanafi mazhabda shunda har xil qarashildi-ku, afzal bu. Masalan, ro'za tutish harom deydigan ulamolar bor, makruh deydiganlar bor, vojib deydiganlar bor. Ro'za vojib deydigan masalan Hanbali mazhabda vojib degan qarashim bor. Ehtiyot jihatdan. Maliki, Shafiy mazhabida Ibn Hazmlar harom deb qaraydi. Davomike mushunga asoslanib ro'za tutishga ergishib
nima keladi? Taravih o'qish o'qimaslikdek nima o'shan chetishlar. Agar ro'za tutilgan bo'lsa, qat'si taravih o'qildi. Bo'lmasa o'qilmaydi. Bundan keyin xuloslasak, odatda Sha'bonni tutib kelayotgan bir kishi bo'lib qolsa, mayli. Xatoda tutmasmaydi, makruh emas. Ataydan tutmagan ekan. Yoki masalan isnayn va xamis deb tutayotgan odam bo'lib qolsa, kelib cho'gilib, ya isnayn va xamis to'g'ri kelib qolsa, mayli. Ama unda bir odati bo'lmagan kishiga nisbatan hayitdan burun 3 kun ilgari tutsa mayli. Sha'bonni masalan 26, 27 degan qadar tutsa bo'ldi. 27 ga g'ash to'xtagan gap. 28, 29 degandek u kunlarni tutsang bo'lmaydi. Undan keyingi 2 kunda, oxirgi 2 kunda ulmoning qarshida ya harom, ya makruh deb qaraldi. Yo'q shekli. Hanbali mazhabining bir qarashida mazhabga vakillik qilgan qarashga deyman. Shunda vojib deb qaraydi. Ehtiyoj jihatdan, chunki bu Ramazon bo'lib qolishi mumkin deb. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.